Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Nabordi o'ta ideali tayyor bo'ldi. Buni bitta ko'ringlar o'zingizlar. Samarqandlik akamiz zakaz qildi, Samarqandga chiqarib olyapmiz. Yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa tayyorlab beraveramiz. 4 ta pichog'i bor, 4 xil razmerda. Chopqi bilan boltaga joy tashab qo'ydik. Chexolning ichida 8 ta siqib bitta nusati bor. Bo'ladi. Bitta ko'rsataylik. Qilardim, nima deyapti akalar? Bu ham voydop deyapti aka. Faqat go'sht ishlayman, men go'sht qo'yish menga deyapti akalar. Bu bolta o'zi bitta alohida deyman bular. 2,5 kilolik boltadan qilib berganmiz. Suvoylarga qo'rqmas turaverasizlar. Xudo xolasa uzoq yil xizmatingizda qiladi. Bu pichoqlari klapindan zanglamaydi, umuman hech bola bo'lmaydi. Suv holicha qolami, yog' holicha qolami. Gulvantlarga latun qo'yganmiz, orqa oldiga soplari tekstillikdan. Umuman o'zgarmaydigan narsalar akalar. Bu zo'ri bormi deganlarga mana shuni tavsiya qilaverasizlar. Shunaqa